Yashamoq. Yuy Hua. Ko'z yoshlariga g'arq qilgan asar. Yuy Hua 1960-yilda Xitoyning Hanchou shahrida tug'ilgan. Stomatologiya yo'nalishi bo'yicha tahsil olgan. Mazkur sohada 5 yil faoliyat yuritgach, kasbini butunlay tashlab, hayotini adabiyotga bag'ishlagan. Uning Yashamoq nomli mashhur romani 1993-yilda nashr etiladi. Ushbu asar asosida rejissyor Zhang Yimou tomonidan suratga olingan film 1994-yil Kann kino festivalida bosh mukofotga sazovor bo'ladi. Yashamoq ko'plab mamlakatlarda, xususan Amerikada ham bestseller ro'yxatiga kirib, o'zining badiiy qiymati bilan adabiy doiralarda katta hayajon uyg'otdi. Ushbu asar ayni kunga qadar 20 dan ortiq tilga tarjima qilindi. Aziz kitobxon, ushbu asarni Chirchiq shahar axborot kutubxona markazidan olib o'qishingiz mumkin.